Assalomu alaykum, meni kutgan Instagram. Mana hammaga xayrli tong. Biz yana yo'lga chiqib oldik. Nasib Xudo xolsa. Inshaalloh internetni portlatadi O'roqboyning ishlari. Bu bolani katta qilgan Sherabotim yerlari. Sherobot qanday joy desangiz, men aytaman. Uzum anorning koni, unutmanglar Sherobot asl sherlar makoni. Assalom qadrdon internet, Padesh ko'chin hammaga rahmat. Biz o'sha Sherobotdan Toshkentga peshko'm emas, eshak yo'liga chiqqan bola. Meni kuzatib borayotgan barcha insonga kattakon rahmat deyman. Bir o'zim ko'p hamma internet tarmoqlariga javob berishga ulgurmayapman. O'shaning uchun menga chin yurakdan yordam berayotgan Jo'rab akamizga kattakon rahmat. Hammaga rahmat. Mashinalar yo'lda hamma ko'rganlar Padesh shahar signal bosib o'tib ketyapti. Rahmat hammaga. Manaki akamiz mana shu farzandlari bilan nima qilyapti? Google Showga yana 50 ming so'm qo'shildi. Rahmat. Lokatsiyani to'g'ri tushuntira olmayapman, chunki yo'llarni juda yaxshi bilaman. Mana shunda tak mana bu Boysun yozuvini oldiga kelamiz inshaalloh Xudo xolsa. Qadrdonlar kim biladi, mana shu bilan hozir tez o'tib ketsam. Mana radar urmaydimi ekan? Neshiga qo'yilgan ekan? Qadrdonlar, meni kuzatib borayotgan insonlar barchaga tegishli bo'ladi. Google Show'ni tushunmayotganlar insonlar uchun. Uydan 200 so'mlik Google olib chiqqanim. O'shani qiymatidan balandroq bo'lgan narsaga almashtirib kelyapman. Hozir o'sha 200 so'mlik Google 250 mingga aylandi. Kuzatib borayotgan qadrdon insonlarga Google Show'ni Toshkentga borib, qaysi bloger bilan tuganlashini bugun aytishim kerak edi. Ko'pchilik talab va istaklarga ko'ra kommentariyada atmetga qilingan blogerlarcha eng ko'p ovozni Abdurahmon Mufid hamda Bekfinance Ozod akalarimiz eng ko'p ovoz yiqqan ekan. Haqiqatan Google Show'ni eng O'zbekiston zvezda qilgan o'sha insonlar bo'ladi. Agar ular qarshi bo'lishmasa, Toshkentga borib, Abdurahmon Mufid hamda Ozod akamiz bilan o'sha Google Show'ni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Yo'lda akalarimiz kutib olishdi biz. Akamizlar mana Toshkentda kutib olamiz deyapti 75. Mana bu yoqda ham bitta akamiz bor. Rahmat Dushi. Nasib bo'lsa, necha kunda rejalashtiryapsan, Xudo xohlasa? 15-20 kundan. Xudo xohlasa, raqam yozib olasan, borib telefon qilasan, oldinga o'zim chiqaman. Bo'ldi aka. Ko'rsam shu yerda Xudo xohlasa. Rahmat aka, Dushi. Ba'zi bir PR degan akalarimiz, opalarimiz uchun mana biz har kun faqatgina peshkom yuryapmiz. Ha, eshakda haqqoniy hech qanaqa bir mashinalarga minish yo boshqa narsa bo'lmayapti. Qo'ldan kelgancha mana yo'lda davom etib ketyapmiz. Yo'lda mashinalar yo'q degan insonlar uchun mashinalar yo'q payt video olmasak, ovozimiz yozilmay qolyapti. Padesh shahardan to'xtamaymiz, ahli O'zbekiston. Avvalambor assalomu alaykum qadrdon Instagram, qadrdon internet, Paddeshga turgan. Biz mana hozirgina kelib Munchoq Boysun tumani Munchoq mahallasi bo'lsa kerak deb o'sha yerga kelib akamizga iltimos qilib joylashdik. Kech bo'ldi, mana soat adashmasam 8 bo'lyapti. Akamiz rahmatli aka, mehmondo'stlik. Joylar solindi, rahmat. Paddeshga turasizlar inshaalloh Xudo xolsa ertaga Qashqadaryoga o'tamiz Xudo xolsa. To'g'risi, men ham tezroq boshni imkon darajada tezlashtirishga harakat qilyapman, lekin tushuningizlar, eshak haqiqatdan da sekin yuryapti. Tem bo'lki, yo'lda ancha to'xtalishlar ko'payib ketyapti. Yo'ldagi shopir akalarimiz boshqalar hurmat qilib shuncha to'xtashyapti, ularni oldiga to'xtamasak bo'lmayapti. O'sha hisobiga ham juda ham sekinlashib qolyapmiz. Ham kechqurun yurishni iloji yo'q bu tog'larda, bilasizlar o'zingiz.